Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan juda bir muhim mavzu haqida gaplashamiz. Sizlar bilan Sunnatulla Abduhakimov. Bugun sizlar ko'pchiligi bilgan sug'urta polisilari haqida mavzuni olib boramiz. Bilarmidingiz, 2025-yilda bitta nosozlik sizga $5000 dan ko'proq tushishi mumkin. Trak kompaniya egalari, keling 2025-yildagi foydangizni sekin-asta yeb qo'yadigan ikkita narsa haqida gaplashamiz. Sug'urta va xavfsizlik talabalari. Hozirgi trend shundaki, sug'urta mukofotlari tobora oshmoqda. Mas'uliyat, yuk va texnika zararlari qoplamalari barchasi qimmatroq bo'lib boryapti. Agar da'vo yoki qoida buzarliklaringiz bo'lsa, bu narx yanada balandlashadi. Eng ko'p zarbani kichik kompaniyalar sezmoqda. Xo'sh, nima qilish mumkin? Toza xavfsizlik tarifini saqlash zarur. Har bir tekshiruv, har bir jarima, har bir avariya CSA ballaringizni ta'sir qiladi. Sug'urta kompaniyalari esa mukofot narxini aynan shu ballarga qarab belgilaydi. Bundan tashqari inspeksiyalar soniga qarab ham. Dashkam o'rnating. Ko'plab kompaniyalar bunga sarmoya qilmoqda va natija olmoqda. Agar avariya bo'lsa, video yozuv haydovchilarni va biznesingizni yolg'on da'volardan himoya qiladi. Profilaktik xizmatini e'tiborsiz qoldirmang. Nosozlik yuk mashinasi sug'urtada arzonroq tushadi. Bundan tashqari FMCSA ballaringiz sog'lom qoladi. Bu brokerlar va yuk beruvchilar uchun muhim. Polisalarni birlashtiring. Ba'zi sug'urta kompaniyalari barcha qoplamalarni ularda saqlasangiz chegirma beradi. Bozorda narxlarni taqqoslang. Avtomatik yengillashga shoshilmang. Haydovchilarni o'qiting. Xavfsiz haydash bu faqat avariyadan qochish emas, bu uzoq muddatda xarajatlaringizni kamaytiradigan madaniyatini qurish demakdir. Haqiqat shuki, sug'urta yonilg'i va haydovchi haqqidan keyin eng katta xarajatlaringizdir. Lekin toza operatsiya va aqlli xavfsizlik amaliyotlari bilan siz bu xarajatlaringizni nazorat ostida ushlashingiz va kompaniyangizni himoya qilishingiz mumkin. Agar sug'urta va xavfsizlik bo'yicha mening 2025-yil uchun chek-listimni xohlasangiz, izohga xavfsizlik deb qoldiring. Keyingi videomda nega kompaniyalar 5 ta polisini olib turib, 2 ta eng muhim polisi haqida unutishini aytib o'taman. Videoni ko'rganingiz uchun rahmat do'stim. Sizlar bilan Sunnatulla Abduhakimov. Keyingi maslahatlarda ko'rishguncha.